Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xonim nomli tarixiy romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozlanib, Beliqut to'rida angladi. Bola chaqa xalifa supularini agashtirib, ostondan sharmandalarcha qochgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon hech yerda to'xtamay, kech kunduz yo'l yurib, Odul Qashqarga keldi. Sultan İsmail Xonning homiyligiga erishgan ashaddiy raqibi Maxtumzoda Xo'ja Abdullo Eshonning lashkar boshlab qo'g'lab kelib kallasini tenidan judo qilishdan qo'rqib, Molla Soqi bilan Molla Naqidan iborat sadoqatman ikki xalifasidan boshqa hech kim bilmaydigan Eshon qasrining beg'idagi ravoqning ostiga o'z vaqtida har ehtimolga qarshi yasatqizib qo'ygan hashamatlik yer osti sariyiga xuddi mushukdan qochgan to'lun chashqandek mahkam bekinib olgan edi. Ambar iskilatlardan boshqa ikki xoniga bo'lingan yer osti sariyining havo o'tib turadigan to'shchilari, kunlari tushib turadigan maxfiy panjiralari bor edi. Xo'l tulkining ikki yerda o'zi bor degandek, Hidoyatullo Eshonning bu yer osti sariyining ikki yerda eg'izi bor edi. Bir eg'izi Eshon sariyining qutubxonasidagi so'pi bilan lahmi orqali tutishadi. Yana bir eg'izi bog'ning bo'lingidagi egizarak donidagi quchoq yetkisiz qeri so'gatning kavuki orqali lahmi bilan tutishadi. Har ikkala eg'izdan kirgilimi chiqqilib bo'ladi. Eshon yer osti sariyining iskilatida oltin, kumush qatorliq qimmatli mollarni saqlaydi. Hidoyatullo Eshon yer osti sariyi bitgandan keyin saroy qurilishiga qatnashgan barliq hunarvan kosir va ishlamchilarning bir qismini ujuqtirib o'tgan, bir qismini gacha, qarg'u, ponqay qilib o'tgan edi. Cho'killarda xuddi chashqandek iniga kirib olgan Xo'ja Hidoyatullo Eshonning sirt bilan bo'lgan aloqasi faqat Molla Soqi bilan Molla Naqi xalifalari orqali bo'lib o'tadi. Yer osti sariyining qutubxonasida Chelimning sayxonasiga ching'ab besilgan nashini purqirtib chekib, ichi pushig'ini besib o'tirgan Hidoyatullo Eshon sirtin olingan shabidan sagaklashib Chelimni qo'ydi. Belbog'iga isvogan g'alabdagi xanjarini, g'azinini qo'liga uzatdi. Shu asnoda eshik ochilib, qutubxonaga Molla Soqi bilan Molla Naqi kirib keldi. Eshon bu ikkisini ko'rib xotirjamlik bilan yengil tin oldi. Qutubxona ichini mazalik kandir puruq qoplagan bo'lib, qo'yiq ko'kish laylab turibdi. Birdilla nashxumari tutib ketgan ikki xalifa uy ichidagi istiqni oshko'zlik bilan dam tortishga boshladi. Eshon texnik bo'lmagan Chelimni ularga uzitib turib so'radi. Ostonda nima gap bor? Chelimni ko'rgan ikki xalifa xo'janing savoliga javob berishni unutib, xuddi osh buyruq qo'ziga etilgandek Chelimga changal soldi. Qo'ldan Chelimni talishib, yo'lib tugidek ilib, osh ko'zlik bilan so'rashga boshladi. Chelimning sayxonasi lap o't elib oxiri o'chdi. Xumari bir oz besilgan ikki xalifa bir oz hordiqi chiqqandek bo'lib, o'zlariga savol nazarda maqtak tikilib turgan Eshon xo'jasi qarab javob berdi. Yomonlikdan yaxshilik ko'p turibdi. Qani, dedi Eshon ahvolning tafsilotini bilishga oldi. Molla Soqi bilan Molla Naqi ostonaga maxfiy berib, egilagan ahvollarini bas-bas so'zlashga boshladi. O'rdadagi ishonchlik murtaning aytishicha, Sultan İsmail Xon qori musulmon, ozg'un, murtad Maxtumzoda Xo'ja Abdullo Eshonga Xo'ja taqibini to'xtatish, sulki ishqiya murtlarini jazolamaslik haqida farmon tushirganmish. O'zining Shahoni Qoshtish kamirini Shir Ali Bahodir nomli sarkardasiga berib, ishqiya murtlarini jazolagan, o'tirgan har qanday ishoqiyatchi qori musulmonlarni xonga ma'lum qilmayli kallasini elish haqida yorliq tushirganmish. Yana murtad Xo'ja Abdullo Eshonning najiblik, sudurlar sadorlik martabasiga o'tirish talabini rad qilib, urda ishlardan chetlashtirganmish.
Nima? İsmailxon Parbuzurki bo'lmish Xo'ja Abdulla Ishonga o'rdada hech qanday mansab, martaba e'lon qilmabdimi? So'rdi Hidoyatullo Ishon ajablanib. Shundaqdirmi? Xo'ja Abdulla Ishon Ismoilxonni yomonlab, betob bo'lib qolganligini bahona qilib, o'rdaga oyoq bosmabdimi? Xayrun va sharrun minalloh taala. Dedi Hidoyatullo Ishon rozimanlik bilan. Yana tehi Xo'ja Abdulla Ishon Ismoilxonga yaqin mo'ti Mirza Idris Bagni Qashqarning noib amirligiga, qo'shimcha amir lashkarligiga tavsiya qilgan ekan. Ammo xon Qashqarga murtad qori musulmon Idris Bagni emas, sarkarda Mirza Haydar Dog'latini noib amirlikka yorliq tushiribdi. Sarkarda Mirza Avaz Bagni Ostonning amirligiga, qo'shimcha Ostonni muhofazachilar qo'shinining amir lashkarligiga tayinlab yorliq tushiribdi. Bu bir yaxshilikning alomati biri. Bu ikki sarkarda Turkiya Ishoqiya murtlaridan emas. Bilishimcha, bu ikki sarkarda o'z vaqtida Pirimga qo'l berib, ishqiya sulkimizga irodat qilgan-ku deyman. O ikki asi murtadning saodatman ishqiya sulkimizga irodat qilmag'i o'zligidan emas edi. Dedi Hidoyatullo Ishon tishlarini o'chirib. Ular Sultan Yo'lbosxon oliylarining surhaynisidan qo'rqiblar bizga qo'l bergan. Bo'lmasa bizga osiylik qilib Dahriy Sulton Ismoilxonga darvoza ochamti ul qarg'ishdek ko'rdi. Har holda Mirza Haydar Dog'latining Qashqarga noib va amir bo'lg'ini yaxshilikdan bishoratdir. Chunki ishqiya murtlarimiz Ishoqiyachi qori musulmonlarning zulm sitamlariga uchirg'idak. Bergichi Allah. Sultan Ismoilxon nima uchun Parbuzurkning tavsiyasiga quloq solmadi ekan? Ikki xalifa bir-biriga qarab qarqirishib turishdi. Xutubxona ichida bir pas timsoslik hukm surdi. Aras, Eshon Pirimga bir parcha maktub kelgandi. Dedi Molla Soqi sallisining qitidan pelikdak yo'galgan bir parcha xatni. Ordadagi heliqi sadoqatman amir janoblari yezib bergan edi. Eshon chaqqonlik bilan xatni qo'liga oldi. Shonning yo'rg'iga kelib o'qishga boshladi. Assalomu alaykum ey ahli tariqatning binosini qo'rg'uvchi, saxovatning oshquchini tutib turg'uvchi, adl va adolatning xolis shamshiri, ahli sulhning yo'l oshquchisi, avliyo anbiyolarning eng ulug'i, shariatning, tariqatning, haqiqatning, ummatlarning shohid hoji, qutbul aqtob maqomiga yetgan Saidul Ishon Pari Hazratin muborak tallari esanmiki. Janoblari Ostondan bevaqt ayrilgandan keyin bizlarga muxlislarning yurak bag'ri xun zarda qutuldi. Gejgimizga ro'di paydak minib olgan ozg'un qori musulmon ishoqiyachilarning eshak boshlariga ma'lumot toshlarining yig'ishni Alloh taolodan kecha-yu kunduz tilab keldi. Avval siz janobi Sultan Muhaqqin Eshon Parbuzurkning kashfu karomatlari. Ondan qolsa Alloh taoloning inoyati bilan Dahriy Sulton Ismoilxon insofga keldi va oxiratligi eshakning qornida bo'lgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning xo'ja taqibini qattiq chekladi. Saltanatni suluk mazhabdan mustasno tutish degan farmonni jakarlab, bizlarga sulki ishqiya murtlarini, sulki ishoqiyachi qori musulmon murtadlarning zulm sistemlaridan saqlab qoldi. Janoblarining orqasidan qo'g'lab tutishga sarkarda lashkarlarni avatlaslikning bahosi ham shuldir. Ismoilxon garchi ishoqiya sulkiga irodat qilsa-mu, to'limi oq ko'ngil, kang qo'rsoq, tadbirli sulton ekan. U o'rdaning muhim divon mahkamalarida ishoqiyachi murtad amirlarning mansab tutishini cheklab, sulhdan mustasno amirlarni e'tiborlab ishlatyotdi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning ochiq oshkora bildirgan najiblik, sadurlar sudurlik martabasiga erishish muddaosini noumid qo'ydi. Shu sababli Maxtumzoda Ishon Ismoilxondan yomonliqlik,
xon oliylari bir necha qatam sizlar janobiy pir buzurgimning muborak nomini tilga elib, hazratlarni saltanatga zaminlik bildirsa, boshqa ishlarni surishti qilmaydiganligini haqida eg'izlandi. Ahvoldan qaraganda, ul Dahri sultonning ko'ngliga pir buzurgimning hidoyat oftibi tushgan o'xshaydi. Ey janobiy qutbul aqtobim, fiqir arzimas murtlarning nasihatiga kirib, Qashqarning yangi tayinlangan amiri Mirza Haydar Do'g'loti orqali Sulton Ismoil xonga zaminlik bildirib maktub yo'llag'aylar. Bunda qilsalar birinchidan Mirza Haydar Do'g'lotining yuzini qilgan bo'ldilar. Ikkinchidan ul Qashqar amiri janoblarini meni cho'ngmiz ekan degan tuyg'uga keladi. Qashqardagi so'lik targ'ibotlari uchun sharoit hozirlaylar. Uchinchidan janoblarining omonligi Mirza Haydar Do'g'lotining qo'lida bo'ladi. Saqiyachi qori musulmonlarning yo'shurun qasdidan xoli bo'ldilar. To'rtinchidan fursat qarali yetib kelganda Mirza Haydar Do'g'loti orqali Sulton Ismoil xonga yaqinlashmoqlari oson bo'ldi. Hozirda Hazrati Imomi Azam rahmatulloh alayhining so'zlaridan bishorat berguchi xo'sh ovozlari bilan ul dahriylarning qalbidagi qori dog'larni eritib, hidoyat nurlari bilan ishqiya sulkimizning saodatman yo'liga boshlayoladiganliklariga ishonaman. Az bo'lsa-mu xalifa Molla Saqi Molla Naqiladan 50 sar cho'ka oltin avatdi. Sulki ishqiya targ'iboti uchun saxovat qilgaylar. Janobiy pir buzurgimning tinining omon esanligi uchun kech-kunduz Allohga iltijo qilib turguchi muxlislari g'oyib yulduzdi. Nomi tamom vassalam. Hidoyatulloh ishon maktubni o'qib bo'lgandan keyin ikki xalifaga qani omonatni topshiringlar deganni qilib tikilib qoldi. Ammo ikki xalifa g'amida yo'q talpib o'tirdi. Janobiy xalifalar omonatni o'z qaraldi egasiga topshirmoq iymoniy fazilat jumlasidandir dedi. 50 sar oltinning vasvasida taqdi taq bo'lgan Hidoyatulloh ishon. Isimiz qursin ishon pirim dedi Molla Saqi va darhol qo'yun yanchug'idan oq matog'i o'ralgan bir kallik narsani ishonga uzatdi. Ishon tuganchakni qo'liga olib oldirab yechdi. Matada har biri 10 sarlikdan 5 cho'ka oltin turadi. Omonatning saq ekanligi ko'zi yetgan ishon qaytadan o'rab qo'yniga soldi. Haftadan beri dedi ishon. Bu yerda o'zim yolg'iz o'tirib g'izo taomga faqatli ko'nglim tortmadi. Mana bugun siz ikki zotil aqtoblarimni ko'rib, ham akagan ma'lumotlaringlarni anglab ko'nglim xilili ko'tarilib qoldi. Yigidek bir narsa tayyorlab qo'ysanglar, birlikda g'izolanaylik. Xo'sh, dedi Molla Saqi bilan Molla Naqi dast o'rnidan turib. Sharabdan og'ash kirsinlar. Qo'yishni qilinglar. Ikki xalifa darhol sirtqa qarab oldi. Butkul dafni dunyolarini yo'shirgan bu yer osti sarayini xotun ballarga bildirgisi kelmagan Hidoyatulloh ishon ikki xalifasini ahvol egallab kelish uchun ostonaga yo'lga silvatgandan keyin bir hafta yetkidek su, ozuq tulikni akirib olib, tala tuziga chiqmay yotgan edi. Shu sababli o'lim vasvasi, yolg'izchilik, ming bir mushkulotni qo'lga keltirgan saltanatini tatqizib qo'yish hasrati uni xuddi do'zax azobi tatgandek qiynagan edi. Mana endi ikki sadoqatman xalifa akelgan mishmish xabarlardan ko'ra Sulton Ismoil xon ordusiga suqinib olishga muvaffaq bo'lgan g'oyib yutuz laqamlik motining avatgan maktubi uni belakchili jallantirayotgan edi. Shunga birdilla may sharab g'izoga ko'ngil tatib qolgan edi. Zatil aqtab murdan g'oyib yulduzning etqonlari kelgan. Menchi bo'lsa, Dahri Sulton Ismoil xon bilan murtad Maxtumzodi yomonlashib emas, balki kelishtirgisiz adovatlashib, qon bo'lishib ketgan ilohi. Ey yaratgan Alloh ega, ey jannat makon, mozor podshohi padari buzurkim. Ko'zdan ayırsangmi, sizdan ayırmaydigan saxovat va inoyating bor. Saidiya tasarrufida
har qachon ishoqiyachilarning o'shqi siyo tushib turibdi. Saltanat, musibat har qachon menga yuzlansa, shu hamon orqasini qilib keldi. Dahriy sulton Ismoil xonning ul murtad Maxtumzodega hech qanday mansab, martaba in'om qilmasligida, saltanat yurtarchilik ishlariga yiqilishtirmasligida, hatto ishoqiya sulkidagi sarkarda amirlarni muhim mansablarga qo'ymasligida cho'qim bir gap bor. U o'zidan ilgirki xon sultonlarning sovuqini esida mahkam tutgan. Shu sababli saltanat bilan sulk orlig'ida bo'shliq qoldirmoqchi bo'lgan. O'ziga ko'p yordamlarni qilgan ishoqiyachilarni o'limlik cheklab turish uchun bizlar kim sulki ishqiyachilarga kang qo'lliq, sil-rahim qilgan gap. Ismoilxon haqiqatan tamparasatlik, qo'r, hiylagar sulton ekan. Ammo men bu kavakdan yaxshi foydalanishim, tam bilan orig'in nizo, adovat urug'ini terib, Maxtumzodi bilan sultonni it bilan mushukdek o'shlashtirishim kerak. Mening shuncha qilgan ajr mehnatlarim nima uchun shuncha tez bekorga ketdi? To'g'ri, men barliq umidimni o'zim qo'llagan, yo'ligan xonzoda Yo'lbosxonga bog'ladim. Ammo u maqsadiga yetibla taxtda o'tirgandan keyin o'zi bilganini qildi. Mansab, martaba, imtiyozda men yanada uningdan to'van o'rinda turib qoldi. Sulton Ismoil xonmo Maxtumzodiga vafo qilmabdi. Bo'ldi bas. Endi har qanday xonzodalarga beqilmayman. Ulardan foydalanib bo'lsamlar, eski kalashni serib tashlagandek, ularni cho'rib tashlab, Saidiya taxtida o'zim o'tiraman. Podsho Ishon xon bo'laman. Shunda qilsamlar, Saidiya tasarrufida sulki ishqiyaning tug' shaddisini abadil abad labbildi talayman. Ey mazar podsho padar buzurgi, yana bir qatim nusrat qozonishim uchun har qanday badal to'lashga men rozi. Qolg'iniga o'zing madad qilg'aysan. Bir osh pishim vaqt o'tganda Molla Soqi bilan Molla Naqi xalifalar kirib keldi. Supig'i dasturxon rastladi. Dasturxonga butun silib kavob qilingan bir o'g'loq, bir qo'zi go'shi va 10 necha dona boshqa go'shini qo'ydi. Ko'tirib kelgan yo'g'on ikki ko'zining og'zini echib edi, kuchlik echitilgan sharobning puruqi Qutbxonning ichini bir oldi. Ular Ishon xo'jasining qo'liga suv bergandan keyin dasturxondagi ne'matlarga takallufsizda qo'l uzatdi. Bir chugun choy qaynovchilik chalab shulubdan keyin ular kar kekirishib o'ri bo'lishdi. O'g'loq qo'zi kavoblarining ozli bir qismi bilan bir necha boshqa ishib qolgan edi. Qani, endi sharab ichaylik taqsirlari. Dedi kavobga to'yib toza usigan Ishon. Muzdek sharab yo'g'on janonchinlarga bo'ldiqlab to'kilib, Ishon bilan ikki xalifaning orlig'ida aylanib turdi. Atatiga bir parcha maktub tutib qo'yaman. Molla Soqi xalifa, sizlar maktubni elib Qashqarning yangi amiri Mirza Haydar Dog'latiga topshirib bersizlar. Xo'sh, dedi Molla Soqi janonchinlikka lipmolik sharobni oshko'zlik bilan so'magach. Amirga maktubni topshirib bergandan keyin Qashqardagi mut yaralarga atidan boshlab Hazrat xonqosida dash qaynitadiganligimiz to'g'riliq xabar berib o'tgaylar. Ammo ki bizlar kim para buzurlari to'g'riliq eg'izlanmagaylar. Xo'sh, dedi Molla Soqi bo'shigan janonchinni Molla Naqiga uzdi. Jarri sama halqi suhbat ilib baramdiq bir. Albatta, dedi Ishon. Makir, Shehitdon, Marolbeshi, Ortush, Seriq qo'ldiki suluk mas'ullarimizga chaparni mangdirgaylar. O'z yurtlardagi murt yaralarimiz hazratga kelib tavobdi bo'lg'ay. Bizlarga para buzurikning seg'inishlik salimini yetkizgay. Xo'sh. Taqsiri, dedi Ishon Molla Naqi xalifaga yuzlandi. O'zlari atli ostoniga yo'lga chiqib, ostonniki mut yaralarni harakatlantirgaylar. Xo'sh, dedi Molla Naqi. Ostondagi murt yaralar soqiyachi murtlarning uy vaqtlariga o't qo'ysin.
mal chorvalarini o'ltirsin. Bu qandoq bo'ladi, piri? dedi Molla Naqiy Ishonning muddosini tushundi. Ostonda soqiyachilar itning qurtidek nig'ildab ketdi. Ularning bir tuyoq mol chorvasiga zaxmi yetkazsak, bizning 10 yarimizning jinini oladi. Bir soqiyachi murtatning o'yli qo'risiga o't qo'ysak, yuzlab ishqiyachi yaralarimiz makonsiz qoldi, piri. Menchi bo'lsa, soqiyachi murtatlar uningdan oshirbaroq o'chaqay, dedi Ishon xarqirab kelib. Kallalarni ishlasizlar taqsiri. Sultan Ismoilxon Serki ishqiya taqibini cheklash, davati soqiya targ'ibotini to'xtatish xususida farmon jakarlab turdi. Biz Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonni xonning bu farmoniga xiloflik qilishga majburlaymiz. Demakki, biz xufiyani o't qo'yamiz, o'ldiramiz. G'albi nusqizin ishtiniga patmay qolgan soqiyachi ozg'unlar bo'lsa, neri bersini o'ylamayla oshkora o't qo'ydi, o'ldirdi. Natijada soqiyachilar xon yorlig'iga oshkora xiloflik qilgan bo'ladi. Sulton bilan Maxtumzodalar o'rtasida nizo adovat uruqi chechildi. 10-20 yoralarimizning o'ldirilishi, makonsiz qilishi muddaa maqsadlarimizni ro'yobga chiqishimiz uchun hech gap emas. Tushunishlik bo'ldimi, xalifa? Ha, tushunishlik bo'ldi, dedi Molla Naqiy xalifa Ishon pirining muddaosining tegiga to'liq yetdi. Hidoyatullo Ishon bu ikki xalifaning muhim tadbir, yeni mikrlarga qollisi yetmagani bilan plan muddaosini tafsiliy tushuntirib, yo'l ko'rsatib qo'ysa, buyurgan har qanday ishni muddaosidan oshirib, haqdodiga yetkazib o'rnaydiganligini obdan biladi. Shunga yana ortiqcha ezib tushirib o'ltirdi. Xonqada xeli ko'p yaralar didorlariga talmirib o'tiribdi, dedi Molla Saq. Endi bu xufiyani xonada turavermay, ustiga chiqsa bo'larmi, piri? Hozircha chiqmay turay. Qashqar amri Mirza Haydar Davlatining maqsad muddosini bilib beqaroq bir gap bo'lar. Bayam Xo'jizodlar o'zlarini ko'p so'rab ketdi. O'g'illarining gapini anglab, Ishonning ko'zlari otiliq mehrdan o't bo'lib yondi. Orliqi shuncha yaqin turib, Ishonning farzandlari bilan ko'rishmaganiga xeli kunlar bo'lib qolgan edi. Shu daqiqada Ishon bu go'rga o'xshaydigan yer osti saraydan yugurib chiqib, o'g'illarini bag'riga bosdi. Peshonasidan so'ygisi ketdi. Ammo yanada o'zini tutib oldi. Hayajondan lavlari titradi. Xo'jizodlarga padara buzurglari Fatihqanda yo'qlab kelmoqchi deb aytib qo'ysalar, dedi Ishon Molla Saqiyga qarab. Paykalliq yoralarimizdan Abdusupon tari buzurgimiz bilan didor muloqotda bo'lib, ikki olamlik savob izlab duo ilish uchun bir ojizasini akagan ekan. O'zlarini yo'q edi desak, ta'lim kajgan Ishon pirim bilan ko'rishamaydigan o'xshayman deb qoqshab turadi. Nima? Ojizasini duo qildirmoqchimikan? dedi Hidoyatullo Ishon quloqlari dim bo'lgan holda. Ol ojizasini men uchun topshirib olib, o'zini qaytarib aytama. Baya bizni shunday qo'ylagan. Lekin o'g'il yaran pirimning jamolini ko'rmasammi, muborak ovozini anglasam bo'ladi deb kajlik qilib turib oldi. Farqidan qaraganda Qizilgulning g'unchidak bir qiz ekan sizlar o'pira. Bir haftadan beri yer osti sarayida insu jinni ko'may yolg'iz yashagan Ishonning mana endi sharob ta'sirida hayvoniy nafsi uyg'onib ketgan edi. Shunga u taq bo'lgan holda javob berdi. Undaq bo'lsa, u sadoqatman mo'shidimni bog'dagi xosiyatli so'gatning tubiga boshlab kelinglar. Ovozimni anglab murodi hosil bo'lg'ay. Xo'sh. Molla Saqi bilan Molla Naqiy satqa qarab oldi. Hidoyatullo Ishon yer osti qasrining boqqa tutishadigan laxmi yo'li bilan bir tol shamni qo'liga elib olganicha qeyri so'gatning ostiga keldi.
yo'lab qo'yilgan shoti bilan yuqorga o'rlab So'gatning qarniga chiqdi. Ikki xalifa qizini yenida o'ltirg'izganicha mugdayotgan paychalliq dehqonning qichig'i keldi. Eshon bizlarga boramiz, Baytul Muqaddasni tavob qilish uchun o'tgan hafta kashfu karomatini ishga solib, Sho'r daryosi tarafga o'tib ketgan edi. Dedi ular Oblis Supumga qarab. Pirimning shu topda arishda yoki ziminda ekanligini biz bilmaymiz. Shahar bog'da bir tip xosiyatli So'gat bor. Pirimizga chin yurigidan sadoqatmanligini bildirgan mo'rtlar yurigidan chiqarib turib nola qilsa, shu xosiyatli So'gatning qornidan pirimning muborak ovozini anglay oladi. Berib sinab baqsizlar Supum. Xosiyatli So'gat orqali qutbul aqtobimizning ovozini anglashga musharraf bo'lib qolsalar, Alloh taolo ikki olamliklarni beradi. Undaq bo'lsa, shu xosiyatli So'gatning qishiga tezroq borayli xalifalar, dedi Oblis Supum umidlangan holda. Ikki xalifa Oblis Supum bilan qizini Qeri So'gatning yeniga boshlab keldi. Qeramsa, yuraklardan chiqarib turib, Eshon Pirimning muborak nomini tilga elib to'g'rislar Supum, dedi Molla Saqi. Oblis Supum to'g'lash uchun og'zini o'malladi-yu, yana to'xtab qoldi. Ikki xalifaga qarab qartinib so'radi. Eshon Pir buzrukning nomini betaraf tilga olsam qandoq bo'lar, muhtaram xalifalar? Pirimizning nomini allaqachon tilga ilib bo'ldilar, dedi Molla Naqi Oblis Supumning azmiligidan kerak. Bo'slar, chaqan to'g'rislar, Pirim hammani ko'rib, bilib turadi. Mo'shundoq azmili qilib turayversizlar, Eshon Pirimiz ojizlarni qabul qilmay, badduo qilib qo'yimsin yana. Molla Naqining vasvasiga selishdan Oblis Supum vahimaga tushdi. A'zoyini qora tarab bosdi. Qeri So'gatga qarab nido qildi. Pirim, Eshon Valiyulloh xo'ja, menki paykalliq murtlari Oblis Supum bo'laman. To'llarining peshidagi muborak changlarni ko'zimga surtish uchun Allohdan kelib edi. Ikki olamlik duolarni sig'inib, ojizamni boshlab kelib edi. Oblis Supum hayajondan bo'g'ilib, gapini davomlashtirib olmay qoldi. Ko'zlaridan bo'randek yosh to'kildi. Qeri So'gatni quchoqlab, o'rkirab yig'ladi. Sadoqatman murtim Oblis Supum degan sado keldi Qeri So'gatning qorniga. Yerning tegidan chiqayotgandek anglangan bu ajoyib sir mo'jizadan esini yo'qotgan Oblis Supum So'gatning tuyiga mokkada yiqilib suzlandi. Janoblarning bizlar kim qutbul aqtobi piri buzruklarga bildirgan sadoqatman, xolis niyat iqbollari 2 kun avval ko'nglimizga ayon bo'lgan. Men Baytul Muqaddas turib o'zlariga ko'p duolarni qildi. Avliyo mashoyixlarga buyurib, Jannatul Muadin bir kishilik hashamatlik qasr rastlatqizdi. Ham o'zlariga Zotul Aqtoblik unvonini hadiya qildi. Saodatlan ishqiya sulkimiz yo'liga o'zlarini atab, haqqi yetish uchun tirishqaylar. Men hozir arishda avliyo mashoyixlar bilan muloqotda bo'layotganligim uchun ko'p vaqtim yo'q. Alloh xolisa kelarki juma kuni Hazrat xonqosida ko'rishganmiz. Hayajondan as-hushini yo'qotgan Oblis Supum shu daqiqada o'zining nadiligini unutib qolgan edi. Molla Saqi bilan Molla Naqi uning qo'ltig'idan yo'lab bog'dan chiqdi. Xonqoning oldidagi so'piga o'tirg'izib qo'ydi. Ojizlarni Eshon Pirimning haramiga akirib qo'ysak bo'larmi, zotil aqtobi? dedi ular. Bo'slar, shunda qilg'aylar, dedi bir oz esi kelgan Oblis Supum. To'g'ri, Eshon Pirimizning kashfu karomatlari nima degan katta? Meni ko'rmay turiblar, ismimning Oblis Supum ekanligini ajab bilyapti. Yaratgan ega, kelarki juma kuni piri buzrukimning muborak jamolini ko'rib olishlik umrni qilg'aysa.
Zatil ahtaplıqım bilan jamolingni ko'rishga nasib qilg'aysan. Abdus Sofi ikki olqinni jo'klab Allohga arzu armonlarini bayon qilib turganda ikki xalifa uning amdili 12-13 yoshlarga kirgan qizini yetlab Eshon qasrining xonasiga kirdi. Balvig'i bilan nima bo'lganligini bilolmay turgan qizning ko'zini mahkam tengib, yer osti sariyiga tutishadigan lahmaga tushirdi. Lahma orqali betoqat bo'lib o'tirgan Eshonning oldiga kirdi. Atatigan ko'rishaylik qara. Dedi ular Eshonga egilib salom qildi. Ular lahmining chiqish eg'iziga yetib kelay deganda yer osti sariyining qutxonasidan qizning ana deb chaqirgan echinishli nolasi anglandi. Ikki xalifa bir-biriga ma'nlik qarab kulib qo'yishdi. Va bu echinishli noladan xuddi yiqimliq muzika anglagandek zo'qlanib ketishdi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Milodiya 1671 yil 5. Bomdod vaqti bilan yig'ishga boshlagan qor texnichilar lapildab tushyotdi. Shu sababli yo'lda yo'lovchilar to'limi shalong edi. Mahalliy qishloqlarda qor pomziga etishib o'ynayotgan bolalardan boshqa cho'ng odamlar ko'zga cheliqmaydi. 4 egarlik ot, 2 to'ga, 1 mapa va 2 yuk harvisi lapildab tushayotgan qorga qaramay safarni davomlashtirib Chahorbog' tavasiga yiqilib qolgan edi. To'galarning burnidan o'tkazilgan cho'lik yuk harvisiga chetib qo'yilgan edi. Otlarning ikkisiga odam minib olgan bo'lib, birdan yoyoq otni yetlib olgan edi. Otliq odamlar va harvikashlar qalin jo'g'larga mahkam o'rnab olgan bo'lsa-mu, sovuqda yanada o'g'dishib ketgan edi. Odamlarningmi, ot uloqlarningmi og'zi burundan har nafasda porqirab to'g'ir chiqib, soqol bo'rib, qo'mushqlari qarog'dab cho'kimiz tutgan edi. Usti ko'nraq bilan chunkalgan mapa xuddi ko'shmi o'ygil o'xshaydi. 4 ot ketilgan bu mapa odatdagi mapalardan xilali cho'ng bo'lib, ichi to'limi ozod edi. Mapaning o'ttirsiq qo'yilgan cho'yun otashlandagi o'rik o'tining ko'miri yelinjab, yolqin tortib, mapa ichini illatib o'tgan edi. 3 kishi shu otashlanni cho'rdib ozodi o'tirishadi. Sodigarlar siyoqida kiyinib olgan bu 3 kishi Sulton Ismoilxon, Amir Kabir Mirza Bobobay va Malika Muhtaram xonim edi. Xizmatchi siyoqida kiyishib olgan ikkilan bilan Orvikesh va otliqlar Ismoilxonning xos qo'riqchi yigitlari edi. Ular mo'shundoq turqi bilan salohiyatini yo'shirib, o'rdadan maxfiy chiqqandan beri el orasini orlab, avomning hol ahvolini tekshirib o'tadi. Amir Kabir janoblarining maslahatiga kirib, bu qatimqi xufiyani ziyoratni ixtiyor etganligimiz yaxshi bo'lgan ekan. Dedi Ismoilxon burnidan eqiyotgan suni yepak qo'l yog'lig'i bilan eritib turib. Zukamdab qolganligi uchun xonning ovozi g'arang-g'urang chiqardi. O'z ko'zim bilan ko'rmagan bo'lsam, ra'iyat kunning bu darajada battarligiga zinhor ishonmagan bo'lardi. Afsus, xon otamga to'mut yigib qilib, safarimizni Xotangacha davomlashtirmaydigan bo'ldik-da, dedi Malika Muhtaram qilib. Xudo xolisa, yozicha Xotan taraflarini orlaymiz, dedi Mirza Bobobay. Aslida qarg'iliqqa bormay, Xo'ja Eriqilla o'rdiga qaytgan bo'lsak yaxshi bo'lardi. Xon oliylariga tekkan to'mi shifo topmay ko'p harash tatqizdi. Moshundaq zimistonda ra'iyatning tatgan azoblari oldida mening bunchalik harash tatishim qanchalik istidaylar Amir Kabir, dedi Sulton Ismoilxon. Ko'rmamlar, o'l becharalarning yo yigili yo'q, yo kegili yo'q turqini. Qish
soğuqda bardoshlik berolmay o'lib tortib qolsa, o vali bizlar kim xon sultonligi bo'lmabdi. Yaratgan ega, bu gunohlarimizdan o'tgaymi? Ko'ngillarni yerim qilmislar qabligah, dedi Mirzo Boboy. O'rdaga qaytgandan keyin har qaysi yurt oymoqlardagi amir vaglarga kambag'al, yetim yesir, pul xotun, yetim o'g'illarning holidan xabar elib, xalq xazinaga topshirish tegishli xarajatdan xayr saxovat qilishga yorliq tushirsalar, ularning qariqishdan omon eson chiqishiga ko'p yordami bo'ladi. Kelimo ikki arvada liq elib qolgan kiyim-kechak, mata, raxit, pul pichaklarimiz tugayli deb qoldi, dedi Malika Muhtaramxon. U yigitlardek yasinib olgan bo'lib, qo'li-qo'g'ichi cho'kirib kiyib olgan yangi soch ko'rib daldiki, chiroyiga qo'ymi yarashgan. Elimo yo'l bo'yi setib olgan, tegishgan mollarimizning tayini yo'q. Akagan mollarimizni ashu muhtojlikda qolgan bechoralarga ulashtiribman. Bizga obdanroq sen salgan kishi savdogar emasligimizni bir qarabla bilib olaylaydi deyman. Almasaqdan tortib bizdek ziyon tortishni yaxshi ko'radigan sehiy savdogarlar bo'lib boqmagan bo'g'ay taqasi. Al-rayat ahvolining bunchalik qattiqligini bilgan bo'lsak, 2 harva emas, 20 harva yuk tayyorlab olgan bo'lar ekanmiz. Hoji Eriq qishlig'idagi eliqi 10 necha uylik sulki ishqiyan murtlarining uyini Rasululloh sulki soqiyan murtlari ko'ydirib o'tganmidi? dedi Mirzo Boboybek o'ychanlik bilan. Bir nima demakdir? dedi Ismoil. Hozir har qanday peshkanlikni, bola qazoni bir suliktikilar, yana bir suliktikilardan ko'rdigan bo'lib elishdi. Ammosi yegan tamuqi og'zini ko'ydirib asimi, geliq turib qolsimi, o'zgi suliktikilardan yomonlashidi. Ko'zdan ishqiya suliktikilarning pir azmi Xo'ja Hidoyatulloh Eshon hazratlari saltantimizga zaminlik bildirib Qashqar amiri Mirza Haydar Davlati orqali o'rdaga maktub yo'llagandan beri Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Eshon pir buzurgimizmi Xo'ja taqibini to'xtatdi. Sulik g'avg'olarimi asosan besib qolgan edi. Ammo yaqindan beri Makka, Elishqo, Po'stkam qatorliq yurtlarda ikki suliktikilar bir-birining mol chorvalarini o'ltirib yetadigan, uy vaqtlarga o't qo'yib yetadigan ahvollar yuz berib yetibdi, dedi Mirzo Boboybek xonning og'zidan gapni tortib berib. Shundaqmi? dedi Ismoil. Ajab, bu ish to'g'riliq hech qanday ma'lumot topshirib olmadik qancha. Balkim ahvoldan xabar topgan amirlar bu ishni kichik chog'lab, ushaq-tushak ishlar uchun oliylarining ko'ngil oromini bozmayli deyishganda ehtimol. Xon otamdan bu ishlarni yo'shirg'ini yaxshi bo'lmoqdi, dedi Malika Muhtaram. Mushundaq cho'ng kichik so'lik majralarining oldi elinmasa, keyin bargan sir adab saltanatimiz uchun balo qazo bo'ladi. Bu ishlarni vaqtida surishti qilish kerak. Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning zimmilik bildirib maktub yo'llashimi xon otamning saltanatini sulikni mustasno tutish siyosatini qattiq ijro qilib, Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Eshonga yuz xotir qilmaganligiga qoyil bo'lganligi sabab bo'lgan. Shundoq, dedi Mirzo Boboybek. Xo'ja Eriqdagi sulki ishqiyachilarning uy makonlarining ko'ydirilishi kichik ish emas. Boshqasini demagandimi 10 necha uylik, birer yuzga yaqin odam mushunda qariqishdan makonsiz qoldi. Gerçi qabligohimiz ularga mehr shafqat qilib, uy makonlarini asliga keltirib olib, qishdan omon eson chiqarib olg'idek pul pichak, kiyim-kechak, raxt mato bergan bo'lsa-mu, ularning qalbidagi sulki soqiyachilarga bo'lgan o'chmanligi texi besilg'in yo'q. Ularni o'ch olmaydi deb hech kim huddi qilolmaydi. Ostoniga qaytgandan keyin Maxtumzoda Buzrukvorimizga ahvolni aytaydi.
har qaysi yurtlardagi muxlis sülük mas'ullarga xon farmoniga bo'ysunib, sülki ishqiya murtlari bilan o'ta kechmaslik haqida farmon yo'llag'ay, dedi Ismoilxon. Bununluk bilan kündün kunga adavatgan sülük majralarini önümlük to'sqilib bo'lmaydi, xon ata, dedi Malik Muhtaram xon. Maxdumzoda Xo'ja Abdullah Eshon buzurishchi bo'lsa, butkul Saidiya tasarrufida bir mut sülki ishqiya murti bo'lmasa yaxshi deydi. U hali ham sizning sülki ishqiya murtlarga qilgan kamchiliklardan to'liq xafa. Og'zidan oshkora chiqara olmagani bilan ko'ngilda g'umi bor. Ol Eshon Hazratning ko'ngildagini bilgachkilar, har qaysi yurtlardagi sülki ishoqiya murtlarining xo'riki ustun. Xalq qonun yasaqni, yorliq farmonni ko'z yilmaydi. Ochiq oshkora xiloflik qiladi. Menimcha, bu majrani o'nimli cheklaymiz deydiganmiz. Maxdumzoda Xo'ja Abdullah Eshonning muxlislariga farmon tushirishni kutib o'tirmasdan, xalq qonun yasaqqa, saltanatning suri haybisiga tayinish kerak. Masalan, qanday qilsak bo'ladi ekan? dedi Mirza Bobobek. Gerçi ko'ngliga tutgan bo'lsa-mu, xonga yuz sirani deyishga jur'at qilmagan gaplarni Malika Muhtaram xonimning davatqanligini to'yib, Malikani so'zlashga da'vat qildi. Masalan, dedi Malika, xalqimiz tavasidagi har qanday ra'iyat sülük majralarini paydo qilsa, bu majraning mayli cho'ng, mayli kichik bo'lishidan qat'iy nazar, majra tug'diruvchilarning birdek kallisi ilindiganligi haqida har qaysi yurt bo'laklarga yorliq tushirib, yorliqni jonliq qat'iy ijro qilish kerak. Ahnoqni ayirmaydi ekanmizda, dedi Sulton Ismoilxon istahzoliq qilib. Har qanday mazhab majraning haq-nohaqni ayirmoqi basli mushkuldir, dedi Malika Muhtaram xonim ko'z qarashlarini sharh etdi. Ammo bu sülük mazhab majralarining saltanatimizning bexatarligi, avomning xotirjamligi, tinchligiga ziyon yetkazadiganligi qil sig'mas haqiqatdir. Shundoq ekan, har yili sülükdagi ko'karma, ushuq, jadalxo'rlarning kallasini elish nohaqchilik bo'lmaydi. Faqat farmonni, qonun jasaqni ijro qiluvchi amirdaglar bir tarafga yig'ib ketmasli bo'ldi. Mirza Bobobek qoyil bo'lgan holda Sulton Ismoilxonga qaradi. Ammo xon ifodasiz holda ko'zlarini yerim yumg'unicha o'tirdi. Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'g'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'lonining Jallod xonim nomli tarixiy romanini bugun musharga chaqirdim. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Belqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, Xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Belqutdan bil. Belqut xazinasi